Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, aziz talabalar. Bugungi navbatdagi mavzuyimiz ko'p o'zgaruvchili funksiyalar. Darsimizning rejalari quyidagilar. Demak, ko'p o'zgaruvchili funksiya, xususiy hosila, to'la differensial, murakkab va oshkormas funksiyaning hosilalari, xususiy hosilalari, yo'nalish bo'yicha olingan hosila, gradient, divergensiya, fazodagi egrik chiziqqa o'tkazilgan urinma va normalni aniqlash ko'p o'zgaruvchi funksiyaning ekstremumiga bag'ishlanadi. Demak, ko'p o'zgaruvchi funksiyani ta'rifidan boshlaymiz. Biz mavzu bayonida ko'p o'zgaruvchi funksiya haqida gapirsakda, odatda ta'riflarimiz, teoremalarimiz bayon qilish oson bo'lishi uchun ikki o'zgaruvchi funksiya haqida gapiramiz. Ya'ni bu barcha teorema va ta'riflar aslida n o'zgaruvchili uchun ham ishlayveradi. Bayon oson bo'lishi uchun shunaqa kelishib olamiz, ikki o'zgaruvchili funksiya haqida ko'proq to'xtalib o'tamiz. Demak, bungacha biz bir o'zgaruvchili funksiya haqida tushuncha berganmiz. Uning hosilasi, limiti, demak, differensial tadbiqlarini ko'rib chiqamiz. Bilamizki, bir funksiya bir argumentning demak o'zgaruvchi qiymati bilan bog'liqligiga demak funksiya deyilardi. Lekin berilgan funksiya demak ma'lum bir qiymat bir nechta o'zgaruvchilarga bog'liq bo'lsa, demak bu bog'liqlik endi ikki yoki undan ortiq o'zgaruvchili demak funksiya yordamida ifodalanadi. Bizni qiziqtirgan demak holatlar uning endi differensial tadbiqlari qanaqa bo'ladi? Geometrik jihatdan nimani ifodalaydi bu funksiyalar? Hayotda ham demak ma'lum bir jarayonlarni, iqtisodiyot jarayoni bo'lsin, boshqa jarayonlar bo'lsin, ma'lum bir qiymat o'zgarishi bitta faqat parametrga bog'liq bo'lib qolmaydi. Bir nechta parametrlarga bog'liq bo'ladi. Demak, bu holatda biz ko'p o'zgaruvchili funksiyalarga duch kelamiz. Ta'rif kiritilyapti. Demak, x, y haqiqiy sonlarning har bir tartiblangan juftligiga d ga demak biror bir f qonuniyatiga ko'ra kamida bitta demak haqiqiy son berilgan bo'lsa, u holda demak ikki o'zgaruvchili funksiya mana bu ko'rinishda berilgan deyiladi. Z barobar f x y. Bu yerda d demak funksiyaning aniqlanish sohasi, y qiymatlar to'plami, geometrik ma'no jihatdan esa uch o'lchovli fazoda bu ma'lum bir mamlaqa sirtni ifodalaydi. Nuqtalar to'plami demak sirtni ifodalaydi. Navbatdagi ta'rif demak n o'zgaruvchili uchun xuddi shu ta'rif kiritilgan. Ta'rifda hech qanday bir o'zgarish sezmaysiz, faqat x y o'zgaruvchi emas, n o'zgaruvchi. Demak, n ta o'zgaruvchilar juftligiga bitta yagona mos z mos qo'yilgan bo'lsa, demak ko'p o'zgaruvchili funksiya yoki n o'zgaruvchili funksiya berilgan deyiladi. Ko'p o'zgaruvchili funksiyaning aniqlanish sohasini topishda biz bir o'zgaruvchili funksiyaning aniqlanish sohasi topilgan singari topiladi. Bu yerda hech qanday demak o'zgarishlarni sezmaysiz. Masalan, ikki o'zgaruvchili funksiya quyidagi z berilgan, aniqlanish sohasi talab etilyapti. Nima qilinadi? Demak, ildiz ostidagi ifoda kvadrat ildiz bo'lganligi uchun juft darajali ildizda bilamiz, ildiz ostidagi ifoda musbat qilib olinadi, demak nomanfiy qilib ishlanadi. Natijada biz mana bu sistemani hosil qilamiz. Bu esa mana belgilangan qizil soha, D soha, bizning aniqlanish, demak to'g'ri to'rtburchak soha bizning aniqlanish sohamiz hisoblanadi. Xo'p, navbatdagi tushuncha funksiya orttirmasi. Bir o'zgaruvchili funksiya orttirmasini biz kiritganmiz. Ikki o'zgaruvchili funksiya orttirmasida demak f x0 plus delta x va y0 ham qatnashadi. Demak, bu x0 bo'yicha funksiya orttirmasini belgilaydi va delta x, z kabi belgilanadi. Xo'p, endi mana bu nisbatni ko'rib chiqaylik. Delta demak funksiyani x bo'yicha orttirmasini delta x ga nisbatini demak mana shu limiti agar mavjud bo'lsa, unda bu x bo'yicha funksiyadan z funksiyadan x bo'yicha xususiy hosilani ifodalaydi. Shunday qilib biz xususiy hosila tushunchasini kiritdik. Adabiyotlarda xususiy hosila belgisi demak delta z, delta x Leibniz belgisiga ko'ra yozilishi mumkin yoki z x', ya'ni indeksida x belgisi bilan yozilishi mumkin.
Demak, mana shunday qilib xususiy hosila tushunchasi kiritildi. Xuddi shunday y bo'yicha xususiy hosilamiz ham x bo'yicha xususiy hosila singari kiritiladi, faqat bu yerda orttirma y ga nisbatan bo'ladi va bu yerda mahrajda ham delta y bo'ladi, delta x ning o'rniga. O'z navbatida delta y 0 ga intilgandagi limit mavjud bo'lsa, demak bu xususiy hosilani y bo'yicha funksiyadan olingan xususiy hosilani ifodalaydi. Hop, bu yerda funksiyani to'la orttirmasi tushunchasi kiritilgan. To'la orttirma tushuncha e'tibor bersangiz, ham x bo'yicha ham y bo'yicha orttirma berilyapti. Demak, mana shu ayirmaga delta z deb aytamiz va bu funksiyadan x bo'yicha ham y bo'yicha ham, ya'ni barcha o'zgaruvchilar bo'yicha olingan orttirma tushuniladi va funksiyaning to'la orttirmasini hisoblashda biz mana shu formuladan foydalanishimiz mumkin. Navbatdagi ta'rifimiz to'la orttirmani demak quyidagi ifodada ham yozish mumkin. Bu yerda a va b lar funksiyadan x bo'yicha va y bo'yicha xususiy hosilalarni ifodalaydi. Delta esa cheksiz kichik miqdor. Delta x delta y 0 ga intilganda bu 0 ga intiluvchi cheksiz kichik funksiya yoki cheksiz kichik miqdor bo'ladi. Demak, quyidagi ta'rif teoremalarni keltirib o'tamiz. Agar funksiyamiz biror bir nuqtada differensiyalanuvchi bo'lsa, u shu nuqtada albatta xususiy hosilalarga ega bo'ladi. Bu yerda demak a b mana xususiy hosilalarni ifodalaydi. Yuqorida bayon qilganimizdek, xususiy hosilalarni Leibniz ma'nosida delta z delta x deb ko'rinishda yozishimiz mumkin yoki mana bunaqa belgi ko'rinishda, ya'ni f(x) ko'rinishda, f(y) ko'rinishda yozishimiz mumkin. Bu demak xususiy hosilalarni ifodalaydi. Navbatdagi teoremamiz, demak funksiya biror bir nuqtada uzluksiz hosilaga, xususiy hosilaga ega bo'lsa, u shu nuqtada differensiyalanuvchi bo'ladi. Navbatdagi teoremamiz, demak funksiya biror bir nuqtada differensiyalanuvchi bo'lsa, u shu nuqtada uzluksiz bo'ladi. Lekin aksincha emas, uzluksiz bo'lsa hamma vaqt differensiyalanuvchi bo'lavermaydi. Demak, to'la differensialni quyidagi formula ko'rinishida yozishimiz mumkin. Demak, praktikada biz mana bu amaliyotda demak mana bu formuladan foydalanamiz. To'la differensialni toping desa, xususiy hosilalar ko'paytirilgan dx va xususiy hosila y bo'yicha o'z navbatida ko'paytirilgan dy bo'ladi. En o'zgaruvchili bo'lganda bu yig'indi demak n ta yig'indidan iborat bo'ladi. Har bir o'zgaruvchi bo'yicha xususiy hosila va d differensialning demak ko'paytmalari to'la differensialni ifodalaydi. Mana misol keltirilgan ikki o'zgaruvchili funksiya x kvadrat y. Shuni to'la differensialni topish kerak. Avvaliga demak algoritm quyidagicha bo'ladi. X bo'yicha y bo'yicha xususiy hosilalar hisoblanadi va x bo'yicha olingan xususiy hosila dx ga, y bo'yicha xususiy hosilamiz esa dy ga ko'paytirib qo'shib qo'yiladi. Shu narsa demak dz bilan ifodalanadi. Shu berilgan ifoda nima ekan? Berilgan funksiyaning to'la differensiali yoki to'liq differensiali deyiladi. Navbatdagi teoremamiz, demak funksiyamiz agar murakkab funksiya berilgan bo'lsa, ya'ni x, y larimiz ham o'z navbatida mana u v larga bog'liq bo'lsa, murakkab funksiya bo'lsa, unda berilgan funksiyadan z bo'yicha, demak z dan u bo'yicha va v bo'yicha olingan xususiy hosilalar mana bu 4-formula orqali ifodalanadi. Demak, murakkab funksiya berilganda murakkab funksiyaning hosilasi quyidagi xususiy hosilalar quyidagi ko'rinishda aniqlanar ekan. Amaliyotda demak funksiyamiz xususiy holda ikki o'zgaruvchili bo'lib, bu ikki o'zgaruvchilar ham ya'ni uv larga bog'liq bo'lib, uv lar esa ma'lum bir t ga bog'liq yoki x lar x t ga, y t ga bog'liq bo'lsa, ya'ni funksiya bo'lsa, bir o'zgaruvchili bo'lsa, unda berilgan funksiyadan olingan t bo'yicha hosila quyidagi 5-formula bilan aniqlanadi. Bu yerda ikkita formula ko'rmayapsiz. Demak, bir o'zgaruvchiga t ga bog'liq bo'lganligi uchun biz bitta demak mana shu formula bilan hisoblay olamiz. Demak, bu yerda z dan x bo'yicha xususiy hosila, x dan t bo'yicha qo'shilgan. Demak, z dan endi y bo'yicha, y dan esa t bo'yicha xususiy hosilalar ko'paytmalar yig'indisi. Demak, formulamizni berilgan funksiyadan, murakkab funksiyadan olingan hosilani ifodalaydi. Xo'p. Endi
funksiyamiz 3 o'zgaruvchili, bir nechta o'zgaruvchili bo'lsa, mana o'z navbatida 7-formula bilan masalan f, x, y, z 3 o'zgaruvchili uchun shu formula yana mana bu ko'rinishda ifodalaydi, ya'ni yig'indilar oshib borayotganligini ko'rishingiz mumkin. n o'zgaruvchili uchun ham analogik tarzda demak shu narsa davom etadi. Mana berilgan ikki o'zgaruvchili funksiya, lekin bu yerda x imiz ko'rishimiz mumkin, y larimiz yana u, v larga ham. Buni x ning o'zi x parametr. Yana u ham yana u va v larga bog'liq ikki o'zgaruvchili funksiyadan iborat. Shuning uchun demak xususiy hosilalar 4-formulaga muvofiq hisoblanadi. Quyidagicha demak hisoblanadi. Bu yerda xususiy hosilalarni hisoblab bor yo'g'i o'rniga formulani o'rniga 4-formulamizga qo'yganmiz. Navbatdagi 3 o'zgaruvchili funksiya, lekin o'zgaruvchilarimiz t parametrga bog'liq. Shuning uchun demak bu funksiyadan t bo'yicha hosilamiz quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, funksiyadan x bo'yicha x dan t bo'yicha, y bo'yicha y dan t bo'yicha, z bo'yicha funksiyadan yana z dan t bo'yicha xususiy hosilalar o'zaro ko'paytmasidan iborat bo'ladi. Bulardan olingan hosilalar mana quyidagi ifodaga kelgan. Bu yerda umumiy maxraj sifatida demak qovusdan tashqariga chiqarilgan ifoda va qoldi mana shu ifoda. Demak, bu javob berilgan misolni ishladik. Navbatdagisi demak oshkor emas funksiyaning hosilasi. Demak, funksiyamiz hamma va ham f barobar ko'rinishda emas, x, y lar ajratib bo'lmaydigan yoki z barobar ko'rinishda emas, aralash ko'rinishda kelishi mumkin. Unda bu funksiyalardan oshkor emas ko'rinishdagi funksiyadan olingan xususiy hosilalar quyidagi ifoda bilan aniqlanadi. 11-formula demak ko'rishimiz mumkin. Agar ikki o'zgaruvchilik bo'lsa, funksiyadan x bo'yicha, y bo'yicha xususiy hosilalar olinib bo'linadi. Demak, minus bilan. Xuddi shunday demak z dan x bo'yicha, z dan y bo'yicha, ya'ni 3 o'zgaruvchilik bo'lganda quyidagi formulalar bilan hisoblanishini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin 7-misolda demak x, y lar aralashib yotibdi. Ikki o'zgaruvchilik funksiya, shundan hosila olishimiz kerak. Mana bu formulamizni ishlatamiz. Xususiy hosilalarni hisoblab nisbatni aniqlab qo'yamiz. Keyingi misolimiz ham x, y, z, ya'ni 3 o'zgaruvchilik bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi formuladan foydalanamiz, ya'ni xususiy hosilalarni x bo'yicha, y bo'yicha, z bo'yicha olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin z dan x bo'yicha xususiy hosila formula, y bo'yicha xususiy hosila mana qo'yilyapti. Mana shu formulalar yordamida berilgan funksiyadan, 3 o'zgaruvchilik funksiyadan, demak oshkor emas ko'rinishda berilgan funksiyadan xususiy hosilalarni hisoblagan bo'lamiz. Keyingi funksiyamiz yana o'sha t bo'yicha xususiy hosila, bu kabi misolni yuqorida ishlagan edik. Bunga to'xtalib o'tirmasak ham bo'ladi. Bu ham xuddi shunday. Endi yo'nalish bo'yicha hosilaga to'xtalib o'tamiz. Yo'nalish bo'yicha hosila formulasi quyidagi formula bilan aniqlanadi. Ko'rishingiz mumkin bu yerda demak bu funksiyamiz 3 o'zgaruvchilik fazoda berilgan bo'lsin, masalan, m uni berilgan biror bir nuqtasi bo'lsin. Funksiyaga tegishli, demak s yo'nalish ma'lum bo'lsin. O'sha yo'nalish bo'yicha olingan hosila quyidagi formula bilan aniqlanadi. Bu yerda kosinus alfa, kosinus beta, kosinus gammalar shu s yo'nalishning demak yo'naltiruvchi kosinuslari deyiladi. Yo'naltiruvchi kosinus, ya'ni yo'nalish bo'yicha olingan hosila odatda iqtisodiy masalalarning bizda masalan biron bir proyektni bajarishda qaysi bir nechta yo'nalishlarimiz ma'lum bo'lishi mumkin. O'sha yo'nalishlardan qaysi biri tezroq o'sayotganligini bildiradi. Ya'ni qaysi yo'nalishni aniqlab olsak, ya'ni qaysi yo'nalishni tanlasak tezroq o'sish bo'ladi. Ya'ni yo'nalish bo'yicha olingan hosilalar quyidagi formulalar bilan aniqlanadi. Demak, o'sha yerda iqtisodiy masalalarning tezroq o'sish, tezroq kamayish masalalarda yo'nalish bo'yicha hosila formulalari ishlatiladi amaliy masalalarda. Keyingisi gradient formulasi. Demak, bu o'sha yo'nalishning eng qisqa yo'nalishni vektorini ifodalaydi. Bu yerda ijk birlik vektorlar va bu yerda yana xususiy hosilalarni, funksiyadan olingan x, y, z lar bo'yicha xususiy hosilalarni ko'rishimiz mumkin. Demak, mana shu ikkita formula amaliy masalalarga ko'p ishlatamiz. Demak, mana bu yerda masala kelyapti. Xususiy holda u 3 o'zgaruvchilik funksiya m nuqta n nuqta berilgan. Mn vektor yo'nalishi bo'yicha olingan yo'nalish bo'yicha hosila so'ralyapti. Avvaliga vektor yasaymiz, mn vektorini,
x, y, zlar bo'yicha xususiy hosilalarni hisoblab m nuqtadagi qiymatini hisoblaymiz. Mana sonlar chiqqan 4, 12, 36 mos ravishda vektorni hisobladik va yo'naltiruvchi kosinuslar formulasidan ko'ra kosinus nima edi? Alfa birinchi komponent va bo'lingan shu vektorning uzunligi edi. Vektorning uzunligi 3 ekan. Demak, kosinus alfa, kosinus beta, kosinus gammalar hisoblanadi. Gamma nima? 3-komponent bo'lingan uzunlik. Shu formula yuqoridagi formulamizga qo'ysak, demak mana bu ifoda hosil bo'ldi. Yo'nalish bo'yicha demak m nuqtadagi xususiy hosilasining qiymati mana shu qiymatga teng ekan. Keyingi misolimizda gradiyent topilishi talab etilyapti. Xususiy hosilalar m nuqtadagi qiymati qo'yiladi va mana gradiyent ifoda yoziladi. Gradiyent bu vektor. Eng qisqa tushish vektori. Mana gradiyentni demak lotincha so'zdan olingan bo'lib, divergey demak divergey degan ma'noni bildirar ekan. Tarqalishni demak aniqlash. Yuqorida aytganda nuqtaning kichik atrofida kiruvchi va chiquvchi oqimlarning qanchalik uzoqlashishini aniqlaydigan differensial demak operator hisoblanar ekan. Ya'ni eng tez o'sish, eng tez kamayish ma'nosida keladi. Mana iqtisodiy masalalarda demak berilgan normadan o'sha ko'chishning qanchalik sur'atda tezroq o'sishi yoki tezroq kamayishi, ya'ni prognozlashlarda bu narsa keng qo'llaniladi. Obyektlar, tizimlar yoki demak hodisalar o'rtasidagi tafovut, nomuvofiqlikni kuchayishi demak yoki kuchayishi yoki kamayishi tushuniladi. Iqtisodiy ma'nosi divergensiyaning shu. Demak, iqtisodiyotda divergensiya demak alohida mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish darajalari orasidagi tafovutni ortishi, milliy iqtisodiy modellar, ularning demak alohida tizimlari, mexanizmlari o'rtasidagi tafovutning ortishini tushuniladi. Birja savdolarida rejalashtirish, ya'ni narxlarni prognozlash uchun demak qo'l kelar ekan. Navbatdagi formulamiz bu berilgan sirt tenglamasida 3 o'zgaruvchi funksiya berilgan bo'lsa, bilamiz sirtni ifodalaydi. 3 o'lchovli fazolda demak m nuqtasida o'tkazilgan urinma tekislik tenglamasi quyidagi formula bilan va unga normal tenglama, ya'ni normal tenglama u perpendikulyar yo'nalgan to'g'ri chiziqni tushunamiz sirtga. Mana shu formulalar orqali hisoblanadi. Xususiy holda mana bu maxrajdagi ifodalar 0 ham bo'lishi mumkin. Bundan qo'rqish kerak emas. 0 ga bo'linmaydi, biz bilamiz. Lekin bu koordinata sifatida tushunasiz. Mana berilgan sirt tenglamasi, berilgan nuqta, shu nuqtada o'tkazilgan urinma va normal tenglamalari o'z navbatida hisoblanyapti. Ikki o'zgaruvchi funksiyaning ekstremumiga to'xtalib o'tamiz. Demak, funksiya biror bir nuqta atrofida demak P0 nuqtada ma'lum bir demak uzluksiz bo'lsa, agar bu atrofning barcha nuqtalarida funksiya demak mana bu shartni yoki mana bu qovusdagi shartni bajarsa, mos ravishda funksiya o'zining maksimumga shu nuqtaning atrofida yoki minimum nuqtasiga deyiladi va minimumga erishadi deyiladi. Ekstrem mavjud bo'lishining zaruriy sharti demak xususiy hosilalarning 0 ga teng bo'lishi. Mana funksiya berilgan, ekstremni topish talab etilyapti. Demak, algoritm quyidagicha bo'ladi. Xususiy hosilalar hisoblanadi, u 0 ga tenglanadi. Biz shunday qilib kritik nuqtani topamiz. Shundan so'ng demak shu nuqtalarni funksiyaga olib borib qo'yamiz. Olib borib qo'yganimizda demak funksiya ko'rishimiz mumkin. X ning, Y ning ma'lum qiymatlarida o'suvchi funksiya ekanligini ko'rishimiz mumkin. Cheksiga qarab intilib ketadi. Demak, biz topgan nuqta u kritik nuqtasi, ya'ni minimum nuqtasi hisoblanadi. Demak, minimum nuqta hisoblanyapti. 2,1 da erishar ekan bu, ya'ni -1 ga teng ekan. Lekin hamma vaqt ham funksiyani ko'rinishidan biz uning bu maksimum nuqtasimi, minimum nuqtasini topa olmaymiz. Shuning uchun ekstrem mavjudligining yetarli shartlarini keltirib o'tamiz. Demak, xususiy hosilalar hisoblangandan keyin 0 ga tenglagandan keyin kritik nuqta topildi va endi ikkinchi tartibli xususiy hosilalari olinadi. Ikkinchi tartibli xususiy hosilalar demak x bo'yicha, x, y bo'yicha va y bo'yicha 2 marta xususiy hosilalar. Ularning qiymatlarini P nuqtada demak kritik nuqtada A, B, C deb belgilaymiz va quyidagi delta determinantimizni hisoblaymiz. AC minus B kvadrat qiymatini hisoblaymiz, ya'ni o'sha musbat bo'lsa demak ekstremumga ega bo'ladi. A manfiy yoki musbatligiga qarab demak
u maksimum yoki minimum nuqtamiz deymiz. Demak, A'miz manfiy bo'lsa, demak bu nuqtada maksimumga erishadi. Agar A manfiy bo'lsa, ya'ni musbat bo'lsa, u minimum nuqtasi bo'ladi. Delta 0 dan kichik bo'lsa ekstremumga ega bo'lmaydi. Demak, bu nuqtada ekstremumga ega emas. Va deltamiz 0 bo'lgan holatda esa, demak, mavjud bo'lishi ham, mavjud bo'lmasligi ham mumkin ekstremum. Buni qo'shimcha o'rganish talab etiladi. Demak, shunday qilib biz funksiyani ekstremumga tekshirish algoritmi quyidagicha qadamlardan iborat. Demak, 5 ta qadam sanab o'tamiz. Xususiy hosilalar hisoblanadi. 0 ga tenglab kritik nuqtalar aniqlanadi. Ikkinchi tartibli xususiy hosilalar kritik nuqtadagi qiymatlari hisoblanadi. Hisoblangandan keyin, demak, delta hisoblanadi bu yerda AC minus B kvadrat. Shuning qiymatiga qarab, demak, biz bilib olamiz, u ekstremum bormi, yo'qmi. Mana bu misol keltirilyapti. Ikki o'zgaruvchili funksiya, xususiy hosilalar olindi, 0 ga tenglandi, kritik nuqtalar bir emas, bir nechta bo'lishi mumkin. Ikkinchi tartibli xususiy hosilalar hisoblanyapti. Delta determinantimiz hisoblaymiz. Demak, bu ABClarimizni har bir kritik nuqtalardagi qiymatlar hisoblanib, 3 ta holatda ham, demak, deltalar ko'riladi. Birinchi holatda delta manfiy ekan, demak, ekstrem mavjud emas. Ikkinchi holatda delta musbat, A'miz ham musbat, demak, bu minimumga ega hisoblaymiz o'rniga qo'yib, ya'ni o'sha kritik nuqtamizni funksiyani o'ziga olib borib qo'yib qiymatni hisoblaymiz. Uchinchi holatda ham delta musbat, lekin A'miz musbat bo'lganligi uchun bu ham minimum, ikkita minimumdan, demak, eng kichigi olinadi. Ba'zida bular teng bo'ladi. Demak, sirtimiz ikkita shunday turli nuqtalarda bir xil qiymatlarni qabul qilgan ekan, simmetrik nuqtalari bor ekan, bir xil qiymatlarni qabul qiladigan. Demak, minimum bitta shu -2. Agar bu minimumlar bir nechta bo'lib, demak, bo'ladigan bo'lsa, oxirida nima qilinadi? Shulardan eng kichigi u funksiyaning eng kichik qiymati sifatida qaraladi. Demak, sohada maksimum minimum so'raladigan bo'lsa, funksiyaning demak, teoremamiz bor. Funksiya o'zining kritik nuqtalarida, ya'ni eng katta eng kichik qiymatlarida yoki hosilasi 0 bo'lgan nuqtalarda yoki chegaralarda erishishi mumkin. Ya'ni kritik nuqtalarda yoki chegaralarda erishishi mumkin. Shu uchun yopiq soha beriladigan bo'lsa, funksiyaning ekstremi ham kritik nuqtalarda tekshiriladi, ham chegaralarda tekshiriladi. O'shalarning ichidan eng katta eng kichik qiymatlari, demak, biz maksimum minimum sifatida olamiz. Mana bu yerda, demak, o'sha masala berilgan sohada ishlanyapti, bayon qilingan bemalol ko'rishingiz mumkin. Shunday qilib, demak, bugungi mavzumiz yakunlandi. E'tiborlaring uchun katta rahmat, sog' bo'linglar.